cama botando de quatro, puxando o cabelo, botando de lado. Eu mal comecei, ele já tá safado, novinho, bandido, safado. Piroca pediu pra gozar lá vem. Xullas majlisimiz tugadi. Keyingi oyda hamma yo'nalishini qisqartiraman. Kechirasiz, men fikr e'tirozlarim bor. Seni fikr bildirishga haqqing yo'q. Meni xohishim seni xohishingdan ustun. Qizim, yana darslaringga yopishib oldingmi? Tayyorlan. Ertaga uchrashuvga chiqasan. Dada, axir maqsadlarim-chi? Menga seni maqsadlaringning qizig'i yo'q. Men o'rtog'imga va'da berib qo'yganman. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 31-moddasiga ko'ra, har bir shaxsning telefon orqali so'zlashuvlari, yozishmalari va boshqa aloqa turlari sir tutilishi shart. Hech kim, hatto davlat organlari ham qonunda belgilangan tartib bo'lmasa, bunday sirlarni oshkor qilishga haqli emas. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 33-moddasida aytib o'tilganidek, har kim fikrlash, so'z va e'tiqod erkinligi huquqiga ega. Va shuningdek, 21-modda har kim o'z huquq va erkinliklarini amalga oshirayotganda boshqa shaxslarning huquq va erkinliklariga putur yetkazmasligi shart. 76-modda. Nigoh teng huquqlilik, teng rozilik asosida yaratiladi. Hamda O'zbekiston Respublikasi nigohning ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy himoyasini o'z majburiyatiga oladi. Konstitutsiya meniki, sizniki, bizniki, hammamizniki.